Qabr qazyapsizmi? Qabr qazyapman. Ko'rmayapsanmi? Bugun men umrimda birinchi marta namoz o'qishim. Juda xursandman. Alloh bardavom qilsin. Bu namoz meni so'nggi namozim. Tushunmadim. Nimaga unaqa deyapsiz? Bugun meni janoza namozi. Nima? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Sen ham ko'rdingmi? Yo'q. Menga ko'ringan narsa senga ko'rinmadimi? Yo'q. Astagfirullah, astagfirullah. Nima bo'ldi shema? Bilmadim. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Menga arvoh ko'rindi. Yo'q, Qo'rqib ketdim do'stim. Qayerda ko'rindi? Hozir shu yerda gaplashdim-ku do'stim. Qayerda? Yo'q, hech narsa yo'q bu yerda. Mana shu yerda gaplashdim. Hech narsa ko'rmadim. G'oyib bo'ldi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Bu meni janoza namozim dedi. Marhum ruhi o'z qabriga kelibdi-da. Nahotki ko'rmagan bo'lsang. Ya Alloh, gunohlarimizni o'zing kechir.